Insonda agar ozroq madaniyat bo'lsa, meni haqqim qolib ketsin, lekin onani aralashtirmay deydi. U birovning onasi bo'lgan taqdirda ham ona degan nomni badnom qilmay deydi. Uni arzimas qilib qo'ymay odamlar ichida deydi. Insonda agar ozroq sharaf bo'lsa. Ana shunday qilmayotgani dalilki, bu odam sharafsiz odam. Burxoniddin ibn Iblosiddin o'z onasi bilan zino qiladiganiddin. Onang bilan nikohlanishni to'xtat. Harom ish u. Aniq g'alati zino bular. O'z onasiga sakragan odamlar. Insonda agar ozroq madaniyat bo'lsa, meni haqqim qolib ketsin, lekin onani aralashtirmay deydi. U birovning onasi bo'lgan taqdirda ham ona degan nomni badnom qilmay deydi. Uni arzimas qilib qo'ymay odamlar ichida deydi. Insonda agar ozroq sharaf bo'lsa. Ana shunday qilmayotgani dalilki, bu odam sharafsiz odam.